Xotin bilan biz sarguzashtga chiqdik. Xotin ketdi. Xotin ketdi. O'zim merman deb o'tdiman do'stlar. Xolasanglar meni. Qishloqlamanga ketganim bo'ysunlar. Kechagina bilan Qo'ng'irlab o'ynaganman. Bir tanam bilan. Flash. Meni hozirsa. Mana oramizda ana zo'r bo'ldi. Xotin nima qilsan? Mayo. Faqat qishloqni oldida anadan qishloqdan tashqari yochiq kerak. Do'stlar yana bitta so'raydiganim bor. Mayda Sahro katta nimadan bitta katta balandlikda kichkinagina katta orolda 100 kun yashab qolamiz. Orqangizga qoch do'stlar uchirib yubordi bizani. O'sha 100 kun tepada yashab qolishi qo'ymoqchimiz biz hozir. Hop bir donam ketdi, kechqurun tushyapti. Ketdi, ulasam bo'lmaydi. Buni ko'rasizlar. Mashinamizga o'tiryapti. Hop, mana ikkita nima desa, mani uyim. Keyin bittasi ofisim. Bolam. O'lish xolasanmi? Va ko'chada o'ynab kel. O'lmadingmi? Hop, meni uyimni nima qo'yma. Keyin bizim maqomimiz. Keyin nima desam, do'stlar xozir qilmaydi, yomg'ir yog'adi, yomg'irda umid qolib ketsa, man qolib ketsam, nima bo'ladi? Ol qilichingni. O'lamiz biz meni. Cho'qa maligrafda. Meni ko'rasizlar. Yomg'ir jarillab yog'adi, uydan chiqish kerak. Mana men ofisga hozir kirib chiqay, ofisda sizlarga ko'rsataman. Suvi toz. O'tirib qolamiz o'zi. Yo'l ma'lum qolgan edi. Makka